Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar va kanalimizning muxlislari. Bugun biz siz bilan Qashqadaryo hunarmandchiligi haqida gaplashamiz. Videoni boshlashdan oldin kanalga obuna bo'ling va videoga like bosishni unutmang. Qashqadaryo viloyati hunarmandchilikda o'zining boy tarixiy merosi va zamonaviy rivojlanishi bilan ajralib turadi. Har bir tuman o'zining hunarmandchiligi bilan mashhurdir. Keling unda tumanlar haqida gaplashib o'tamiz. Chiroqchi tumani asosan mis va oltinga ishlov berish, zargarlik san'ati bilan mashhurdir. Hunarmandchilik markazlari bu sohada yirik o'quv va ishlab chiqarish markazlari juda ko'p. Dehqonobod, Nishon va Yakkabog' tumanlarida gilamchilik san'ati asrlar davomida rivojlangan va bu tuman to'qilgan gilamlar bilan mashhurdir. An'anaviy naqshlar va ranglar gilamlarning beqiyos go'zalligini yaratadi. G'uzor, Ko'ktala va Mirishkor tumanlarida charm mahsulotlari, etik, kamar va boshqa turli buyumlar ishlab chiqariladi. Kasb tumani kulolchilik, sopol buyumlar ishlab chiqarish bilan tanilgan. Ular asosan uy-ro'zg'or buyumlari, amaliy san'at va dekorativ mahsulotlar yaratishda qo'llaniladi. Koson va Shahrisabz tumanlari zardozlik san'ati bilan tanilgan. Mahalliy ustalar turli naqshlar va bezaklar yordamida yuqori sifatli kiyim ishlab chiqaradilar. Muborak tumani temirchilik san'ati va qolipsozlik bilan tanilgan. Temir asboblar va buyumlar yuqori sifatga ega bo'lib, ularning ishlanmalari zamonaviy mehnat vositalariga ham ishlatiladi. Qamashi tumani ipak matolar ishlab chiqarish va to'qish san'ati bilan mashhurdir. Bu yerda ishlab chiqarilgan matolar o'zining yuqori sifatiga ega bo'lib, ko'plab mehmonlarga ma'qul kelgan. Qashqadaryo mening vatanim, Qashqadaryo go'zal chama